Chechenko operatsiyada. Assalomu alaykum. Siz bilan yangiliklar uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosishni unutmang, hurmatli tomoshabin. Chechenko nomi bilan mashhur bo'lgan bloger Ziyoda quloq teshiklarini korreksiya qilish operatsiyasini boshidan o'tkazganini va buni oddiy sharoitda ishlaydiganlar emas, aynan maxsus operatsiya xonasida tajribali va professional shifokor mutlaqo og'riqsiz tarzda amalga oshirganini aytib o'tdi. Hozirgi kunda ko'pchilik bunday muolajalarni oddiy xonalarda sterillik qoidalariga rioya qilmasdan qildirayotgan bir paytda u o'z sog'lig'ini faqat haqiqiy mutaxassisga ishonib topshirganini alohida ta'kidladi. Shuningdek, bloger undan 6 oy avval quloqlarni oldirganini, blefaroplastika operatsiyasini qildirganini va uning natijalarini ham juda yaxshi bo'lganini yashirmadi. Bu tajriba har qanday estetik va tibbiy muolajani go'zallik savollarida yoki uy sharoitida emas, balki professional klinikalarda litsenziyaga ega shifokorlar nazoratida qildirish naqadar muhimligini yana bir bor isbotlaydi. Ma'lumot o'rnida bu operatsiya, ya'ni quloq korreksiyasi unga $300 tushdi. Show biznes yangiliklari sizga qiziq bo'lsa, bizning kanaldan uzoqlashmang. Yangiliklar uz obuna bo'ling va like bosishni unutmang.